Şinjan Televiziya Stansı Meşrep programımızın kadimi ağıtışkı yattı. Bugün yurtumuzdaki her bir can, her bir Türkiye ağıtışının tağları, bağları, yolları cehennem adı peyda bulup başka yurttaki yarı dostlara salam veridu. Yurtumuz ağaç bağırda bugün meşrep kaynaydı. Roza heytanlığa mübarek olsun. Mübarek olsun. Assalamu aleyküm. Ağı taşlık zımında kavnak hayat berpa qılıp kelavatkan, icil inak yaşap kelavatkan atuş xalqi. Assalamu aleyküm. Zamanlardan tilqilinib kelavatkan aziz makan atuş. Mana bugün partiya qurulganligining 95 yilligini tabriklanayotgan ushbu xo'jalik kunlarda Atush diyarda turib har qaysi yurtdagi qarindoshlarimizga shundaqla ekran oldidagi qarindoshlarimizga mana tövanda o'tirgan barliq mashrab akliga Kamil Mirshabdan oyamlik salom, oliy iqtidor. Assalomu alaykum. Bardam Atlani, diyonatlik qiz analarni operaydi qilgan. İzchilar, karvanlar, nochilarning yurti, yangi ma'arifning beshiga bardam Atush. Bugun men bag'ringga qomuslaringni varaqlay deb keldim. Qiz analar bilan hamsuhbat quray deb keldim. Aziz makan Atushdagi qarindoshlarim, ekran oldidagi barcha mashrab ko'rganlari, hammamizning ro'za haytimizga muborak bo'lsin. Albatta bugün biz Atush to'g'risida so'zlaymiz. Rivoyatlarini so'zlaymiz. Albatta buningga buyuk mashrabimizningki ham shundaqla mushu yurtda hurmatga sazovar, mushu mashrabda yigit bishi bo'lsa bo'ladi deb loyiq ko'rgan bizningki talantli shoirimiz, adabiy tarjimon, tarixiy madaniyat tadqiqotchisi Nasrullo Oblat yigit bishining boshchiligida bu so'zlarni deb o'tamiz. Assalamu alaykum ana yurtimizdagi qadrli xalqim. Ro'za aytimizga muborak bo'lsin. Bugun Uyg'ur yangi ma'rifining beshki bo'lgan faxrlik yurtimiz Atush katta mashrabning sohibxoni bo'lib, bizga yurtimizning ta'rifini qilish uchun fursat, imkon beribdi. Shu topda jahannam orqali Atush mashrabini ko'rayotgan yurtimizning xizmat, o'g'inish, savdo, tijorat munosabati bilan ayrilg'ili uzoq bo'lgan yurtdoshlarimiz, chegara sirtlik vatandoshlarimiz cho'nqur seg'inish, hayojon ichida ana yurtiga talpingan, zoriqqan bo'lsa, biz yurtimizdan mashrab chayni ularga usuzlik sifatida sunaylik. Atushda yashnayotgan barliq farzandlarga mashrab maktab sifatida yurak malham ham iftixorlik tuyg'u baxsh etkay. Mashrabimiz davlat arbobi, dramaturg, shoir, yozuvchi marhum Sayfiddin Aziz apandi misrollari bilan boshlangan. Yurtdoshlar, yiroq yaqindan kelgan mehmonlar, do'stlar, Atushning saroy to'ridan o'rin olg'ay. Rahmat, bejonidil o'rindaymiz. Qanamisa ma'rifat yurti Atushda katta mashrab boshlan. Azizane diyarımni ziyaret kılgılı keldim. Benim tamgan makanımni ziyaret kılgılı keldim. Anam aksıp bir bakan, atamdan kız bilen bakkan, atamdan kız bilen bakkan.
Şakent bala Karahan taxtı bu Qashqar Tavab bilan qadim joyni ziyorat qilg'ili keldi. Gidip tuttu diyarları Quyosh nuri qochimdirdi Quyosh nuri qochimdirdi Gülistan hürmakamni ziyorat qilg'ili keldim ziyorat qilg'ili keldim Muqam shaydasi uyg'urlar qurutu soz yedi meşrep İkramın samasini ziyorat qilg'ili keldim İkramın samasini ziyorat qilg'ili keldim ziyorat qilg'ili keldim Samaşlar azizi eyligin pervon samaşire Digil zühregi bayramni bayanat qilg'ili keldim bayanat qilg'ili keldim Digil zühregi bayramni bayanat qilg'ili keldim bayanat qilg'ili keldim Biz Atuş Berzentleri ezelden yurtumuzdan Sultan Borahan yurti, ilim irfan yurti, soğut ticaret yurti, Uygur futbolçulukdaki başlamcılar yurti, tarixten buyan ot yürekler yurti bolğanlıqdan pəxrilinip kilovatimiz. Biz yana buningdan 100 yıl burunla sanat güdükünü yanırtıp ötken ak hükümüz bayiplarının yurt marif üçün kılgan iş izleri, Abdüqadir Damallamdek vatanperver zatlarının neticeleri, xalqni jaholatdan uyg'otish uchun hayotini taqdim qilgan atish o'g'lonlarimizdan Mamtil Efendi boshchiligidagi ustozlarimizning hikoyalari, Abdushukur Muhammad Imindek fazil olimlarimizning tuhfalarini balalarimizga so'zlab, eng'i singdirib berishga odatlanganmiz. Chunki atish ruhini tushunish, bilish, avlodlarga singdirish uchun atishda yashab o'tgan, yurtimizda ahli jonga tuntuvatgan mardallarni har vaqt eslatib turish to'limi ta'xirsiz ishdir. Rahmat, hurmatli yigitpeshi. Demak, atishliqlarda mana shunday ta'lim, tarbiya bo'lg'achqa, shunday bir aqida shakllangan. U bo'lsa-mu, atishliqlar bunda deydi ekan. Mangan avliya, yotgan mumya deb. Demak, mana bu so'zning o'zidilla biz atish xalqininki tirishchanlik, harakatchanlikni o'zining qin-qiniga singdirayotganligini bilalaymiz. Rasiysiz Mirshad Begim, demisimi davamlıq tirishib alg'a intilib turadigan harakatchan kishilarning rizq nesiyasi ko'p bo'ladi. Mana bugünkidek raqobat keskin zamonda atish kishilarining dunyoning har qaysi joylarida boy-bayashat yashab ketalishida, atishdan chiqqan korxonchilarning ko'p bo'lishida mundaq bir haqiqat bor. U bo'lsa-mu, Bosoga atlab tavakkülchilik bilan chiqqan har qanday atish kishilarining ruhida tirishchanlik, har vaqt niyatlarga hamra, safarlarga hamra.
Assalomu alaykum, mashrab ahli. Men oldi bilan Ot shaharlik partkom, xalq hukumatı va shaharimizdagi 280 ming har millat xalq ommasiga vakolatan bugungi ma'rifat yurtida mashrabga qatnashish uchun kelgan mehmonlarni, do'stlarni, har soha zotlarni qizg'in qarshi olaman. Bugungi mashrab partiyamiz qurilganligining 95 yilligini tabriklayotgan her millat qarindoshlar Ro'za hayitini qutlaqlayotgan xushal paytlarda yurtimizda o'tkazilyotdi. Atush xalqi tarixdan buyon nachar tabiiy sharoit bilan kurash qilish jarayonida tirishchanlik, raqobat engini, yangilik yaratish ruhini, mehmon do'stlik, chiqishqoqlik xarakterini, ma'arif va savdo tijorat orqali o'zini kuchlantirish an'anasini yetildirgan. Markazning Şinjan xizmati suhbat yig'indan buyon shaharimiz, markaz, Abnum rayon va oblastlik partkom xalq hukumatining ko'rsatmalarini qat'iy izchillashtirish natijasida navbatda shijoatlik, ilm xumar Atush xalqi yangi boshdan ruhlandi. Shahar yezilarining qiyofatida zo'r o'zgarishlar hosil bo'ldi. Bugungi mashrab programmasi orqali men Atush ro'yining haqiqiy namoyon bo'lishini umid qilaman.
Assalomu alaykum Mirshab aka. Va alaykum assalom. Obdan yigit. Qanday ahvolimiz? Yaxshi. Men bir az ish bilan chiqib qoldim. Xo'sh, qani arz bo'lsa anglaymiz. Bir noch po etib chiqib qoldi aramizdan. Gap so'zlari chekdan bekishib ketdi. Jazolash bam yo'q a pochini va xalqning g'azbi qaynab teshib ketdi. Bu pochi deydi, mening o'pkam mayt sog'lom. Men mashinaning chaqig'iga og'zim bilan yel urib itiman deb potdi. Hoy desam unimay qasam ishit bardi. Mashinaning chaqiga? Ha? U. To'xtabdi, manda po'asa bo'lmaydi. Chaqira, bir chaqira. Ana, o'zim kelyotdi. Assalomu alaykum, mashrab ahli. Assalomu alaykum, Mirshab begim. Atish o'g'li Hamid O'shirdan salom, oliy ehtirom. Va alaykum assalom. Atish o'g'li Mirshab begim, men po otdim. Qasam ishmidim, erkakning har bir degan so'zi qasam barobar. To'g'ri. Men o'zimning mahoratim orqali mashrab ahliga po otqa otqanimni isbotlab bersam, ijozatlab bo'lsa. Va albatta ijozat bo'ladi. Anda bo'lsa shu martim bilan bir o'zingni isbotla. Qolgan gapni biz shu vaqt deyishaylikmi? Va boshlandi. Va bit. Mashrab akli. Ma ko'rib baqmagan bir karomatga ma. Qani, savatlarimiz bo'lsa mashrab akli. Madad beraylik yigitimizga, Hamid yigitimizga madad. Hey, mashqsiz qiladi-da. Kaç. Bu atmagan. Yo'q. Bu rat po atmabdi. Po atmabdi. Ko'rdingmi mahoratni? Yaraysa. Yigit. Mana. Buningni men ko'rib qoldim, mana atush ro'yini mana. Ha. Barakalloh yigit. Rahmat mashrab akliga, ha. Mashqsiz o'yam bo'lib turibdi. Ya, mana. Mana qara, o'zi. Bu davomli kuylatdi. Bu rast chaqnaydi yutam nima? Voy! O'zi. Nima ishchib, endi mushta kuchlik bo'lganda deyman-da buni. Albatta Mirshab begim. Atishning non tuzini yeb, suyini ichib, yurt cho'ng'larininki ota-onamning yaxshi tarbiyalashi bilan, o'zimning tirishishim bilan, ustozlarimning yaxshi yetakchilishi bilan mana o'sha mahoratga ega bo'ldik. Mirshab begim. Rahmat. Haqiqiy so'zni qildim. Rahmat senga. Xo'sh. Mirshab begim, ijozatlar bo'lsa, ozroq iltimosim bor edi. Qani, marhamat. İştaçidiki merdane yigitlerimiz katta dasturxon hazırlab, mehmonlarimizning yo'li qarab qoldi. Mashrab ahli bilan yigit peshiniki mayli bormikin? ishtarchi atish naqshlarining yana bir bo'liqi. Ko'ngli tartqanlar berib, mehmon bo'lib kelayli. Sohibxonning ko'ngli qaytmayli. Karım 15 pede, baş pede yaman yede, baş pede yaman yede.
Yaxşı okumay desem oku deydi det yaman. Oku deydi det yaman. Şal oynap şürey desem gep tapıydı het yaman. Gep tapıydı het yaman. Det kile bana kile adet kegenni kim bile. Det kegenni kim bile. İkimizden adetini yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Alma pişti, yerge düştü, yerge düştü. Kandak itmen könlüm düştü. Kandak itmen könlüm düştü. Çuğunu yandırıp, utunu yandırıp, utunu yandırıp. Bir vapalığa gönül aldırıp, bir vapalığa gönül aldırıp. Atlık beripmen, yandı piyade, yandı piyade. Gelirmez takdir irade. Gelirmez takdir irade. Bu etiz morang morang, bu etiz morang morang, bu etiz morang morang. Yüreğimde köydürdü bu duygulik sevdiren. Yüreğimde köydürdü bu duygulik sevdiren. Aydek yüzünüz, çolpan yüzünüz, çolpan yüzünüz. Arınırak bulgan yüzünüz, arınırak bulgan yüzünüz. Ülmem bu akşe, köymem bu akşe, köymem bu akşe. Köyge yarını söymem bu akşe. Köyge yarını söymem bu akşe. Üstten boyu kaş, çapsap digi taş, çapsap digi taş. Ecep derdinni tattım kara kaş. Ecep derdinni tattım kara kaş. Şuğunu yandırıp, utunu yandırıp, utunu yandırıp. Bir vapalığa gönül aldırıp, bir vapalığa gönül aldırıp, bir vapalığa gönül aldırıp. مراس بها Assalomu alaykum onasi. Eytingizga muborak bo'lsin.
Ana, eytingizga muborak bo'lsin. Mana biz ayrılgılı bir yıl boptu. Bulturmuş gündü biz. Heyt kuşallıkı jül boğan. Men siz ağan heytlik soğunu siz bizden inak ailemiz bosulu boldu. Dep anamık soğuqiyğantınız. Hey, taqdir qismet acayip buldu ki. Bazılar hayatlıkta bəxtlik turmuşun damlaştıramay ayrıldı ki. Bizdeklerini taqdir ayrıydı ki. Canım ana, bilemsiz, siz yok. Bicara dadam bizni boqaman deb bek jafo tortdi. Ondaq demə kızım. Ben bir ömür japa çeksem mi? Anağlarının bir günlük ecrini qaytırıp bulanmayım. Anası, siz hakikaten kuyumcan ayal idiniz. Ben ticaret kıysam, siz mi öyde oturup belli ticaret kılattınız. Vallahi mektepte okusa, belli okuydunuz. Ula imtihan verse, belli imtihan bilettiniz anası. Eras, anası, siz devamlık bana başkaları yardım verişini, yaxşı iş kılışını, kılgan yaxşı işini abroy üçün, şan şöhret üçün emas. Belki hakiki insanperverlik üçün kılışını, on kol bergenini, sol kol uxmaslıqını tavsiye kılattınız. Men sizden aş nezire, yıl neziriniz gitadigan xarajatni muarifga yordam qildim. Yana ota anasiz qolgan 5 bolaning oliy maktab, hatto aspirantlikni bitirguchi bo'lgan barliq chiqimini ustimga oldim. Siz cho'qim xush bo'ldingiz ya anasi. Elvida. Dada, ana, eytinglar mübarek bolsun. Rahmet kızım rahmet. Birgi olsun. Yaşap keldik 30 yıl bir yastıkka baş koyup Eytinlağa mübarek tebrikleymen koy suyup Tebrikleymen koy suyup Tigil boldi köңлиңiz, bir hacattur bizge koy. İcilina kösekla, günde bayram günde toy. Ay boldi qılыңay boldi gipingizni anglamayman. Voy qo'yingay boldi qo'lamni. Boldi. Ben bir yoğun bir erkiştir bir anamga bir. Nima? Kishi? Irchaqlima o'zingni. Erkakliking mo'chaqliq. Erkakliking mo'chaqliq. O'zi topsan ammanga, manga faqat bir yog'liq. O'zi topsan ammanga, manga faqat bir yog'liq. Vatıldım ma hey vat. Hakanlı sani mezhep. Vatıldım ma hey vat. Hakanlı sani mezhep. Nereden keldi ma ayem. Nime det. Voy kechgacha onamla degan. Qayla üzerine gibin deveme ben sana gap kılavatımın deyme. Ah süt bergen anamga. Berginim bir üzük. Hayturmisam mecrini. Ülük ketkinim tüzük. Hayturmisam mecrini. Ülük ketkinim tüzük. Ay hay balam, ay balam Emez sen künli al diyene Ata anam aldın ya
Aras. Akşam anan xapılmaganda? Yaqay men tushundirib deb qo'ydim. Ha, shuni deyman. Qarab bugun ro'za etgan seni bir mehmon qilay deyman-ku. Rasma, ajab yaxshi. Nimaga unga digina bir? Gango yeb qilaylik. Gango? Quruq qozon qovurmiz-chu. Ya, ashdan qattiq pezim vajma seniki. Pax. O nimanch umoq chiroyli chiqib ketding deyman bugun. Ancha emas-ku. Voy, tura seni bir xotir rasm bir tatib qo'yibga ey to'g'an ekan. Uy, bek chiroyli chiqibdi. Ham ishkelim bir yiqiroq turib bir xotir surat tushini. Malimizda qiz to'la ketib oldim tuzukni. Ketib oldim tuzukni. Qaynonamning haytiga setib oldim üzükni. Qaynonamning haytiga setib oldim üzükni. Yol bulsam ben sizge ananız kızıda qaramam. Kıynak aldım etmezdim Kıynanamga yaramam Kıynanamga yaramam. Ata-ana bir derken bizni vay balam. Derken bizni vay balam. Barlık uluk cemaat eğitimizlerga salam da dey mübarek. Aras, jurga cho'nglarni yo'qlab kelaylik. Bek to'g'ri dedingiz juma. Mana shunda qilaylik. Jurga birga boraylik. Assalomu alaykum ballarim. Voy, va alaykum assalom. Cho'ngda qanday ahvolingiz? Oyingiz muborak bo'lsin. Rahmat balam, rahmat. Assalom cho'na, oyingizga muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, qizim, birga bo'lsin. Mana shundaq ulug'ay ulug' kunlarda cho'nglarni yo'qlash farzandlarning burchi ballarim. Hoy ballarim, barliq el jamoatning ro'zaydini bir muboraklab qo'ymaylimi? Voy, shundoq qilayli. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. El jamoat bitimlarga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Turmushingga xotirjamda salomat bo'lsin. Turmushingga xotirjamda salomat bo'lsin. Bugün meşrep diyorimizda, köngül çiği piyalimizda. Körüp ketin kanaat nuri, parlap kessin çırayınızda. Sözlep versem ağutuş hakkıda, cennetteysiz hiyalınızda. Çakmaktaydı namini, pakiz onun armini. Üstün atuş bu dostla, meribetnin hamini. Akka ıkka musabay, ilip meşel kuliga. Nur taratkan makan bu, büyük karvan yoliga. Pervazisi peleknin, muşu yurtun beşida. Bardur dalay sir hikmet, onun her dal teşida. Köypeçimde bir çay var, anlayan mı, görgen mi? İçip bulak söyledin, huzurine sürgen mi? Huzurine sürgen mi? Ahu degen bu yurtun, sihirlik takdiri mi? Seylik akdiri dağlık, taanleri teği mi? Başlap baray kelsiniz, birden fırsat verseniz, anlat bunda hikaye, olmaz dılda derdiniz. Kattaylaqның xalqi Uşçaq-çaqdır əzəldin Kelsimu həm beşiğə ayrılmaydı xəzəldin Mihmanğa kən dasbini İş əmgəkdə pəmi var
Atlallarning yurti bu, Uşidağlık şəşəgə. Atlallarning yurti bu. Tağның bağrida yatar azaq dalası, Munaqisi anari, Can qiyğının dağası. Suntaq azaq iqinjay, Qoңсолida baziri, Yatar meşet qoynida, Sultan Sutuq naziri. Sultan Sutuq naziri. Panjiri şeker şirin, azğan bilen tijennin, hikmeti köp dostlarım, Şahdın özüp tigenni. Atışmanla şundaq jay, yigitleri merdane, Kökroyi bulgaçqa baskan bizi nurane. Ticarette yol tapdi, şunga amal pul tapdi, Sahavette saadet, usul tapdi, mul tapdi, Bulgaç bezli himmetlik, El yurt muqu bul tapdi. Atışda, perzentlerini okutuşta, ilimlik kılışta, atı başlamcı bolsa, ana heydekçi boğan. Şuna beşimiz kelgen her türlük eğir küllerini yenip giderligen kişilerimiz. Analarımız terbiyesiyle bizge yurtvazlıkını emez, yurt suyuşunu ügetken. Atlılarımız emeli hareketi bilen milletçilik emez, millet suyuşunu ügetken. Bizdeki yukarı an nereden kelgen dese, biz pehirlenip durup, ma'rifni tashabbus qilgan yuksak ruhimizdan kelgan deb javob beramiz. Assalomu alaykum ana, men. Voy canım balam, sen nerede? Tuzakma, selamet doğdunma. Tijliq obdan to'dim uzangcho ana. Men mi yaxshi balam, yaxshi. Aslim ish oyimda bo'lsin, uyga bora olmayman deb o'ylab ekanman. Lekin yana boramay qoldim. Oldingda baxijilman ana. Sana nasihatim balam. Meyli nerede bol, Eslam'ı unutma. Jut Melikoy'unu unutma. Nakşlarında jutunu köyle balam. Sen şunda kılsan ben senden. O dünya, bu dünya razı bolma canım balam. Ma'qul ana. Xotirjam bo'lman. Mevcut bulmaz anasız dünya, Anılarsız hayat gülistan. Bu alemde ululuk ana, Sanla mensup şeref şan. Ana sen bir addi ayalsın. Ana ululuğun vatandek makan. Ana tartkan cevri cepa,
alem bilmez. Ana, ana sen bir addi ayal sen. Ana, talep teme kılmaz bir cennet. Telimi yok, temesiz cennet. Qarang Mirshab begim, shu topda bizning o'maq bolalarımızın bir neçesi elchi süptini kepti Mayrada. Bizning jurt cho'nglaridan so'raydigan savolimiz bordi. Bizga ijozat berasizlarmi deb. Va, bu bak yaxshi ish bo'pti. Albatta mashrablarimizda ana shundoq o'z basarlarimizni tarbiyalab olsak texmi yaxshi bo'ladi. Xo'sh, ularni saknik taklif qilamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, qani mush tovandan mashrab ahlinichidan qaysi yurt cho'ngimiz mushu bolalarimizga boshlamchi bo'ladi ekan? Ana, bu yoqdan bir muhtaram chiqdi. Xo'sh, o'maq bolalar, sizlarga ijozat. Qani, savolinglar bo'lsa, bu buvimizdan so'ranglar. Assalomu alaykum buva. Va alaykum assalom bolalarım. Bizning ikki savolimiz bor. Birinchi savolimiz Bitib bering bizga ey buva. To'g'ri yo'lning hikmatlaridan ozg'inlik unimidir yana. Barmu ajdod ibratlaridan Tevfik yolu toğra yol balam Bihudluktur azgınlık yolu Bir hikmet var kulak sal Allah Bulaydı sen elinin doldulu qandoq yaxshi o buva? Biz muallim yurtlarda mektep açımız Halkımızga yugurib nurlar sochimiz Bizning nonga yo'limiz saadat yo'li Biz vatanning yenidan yechilgan guli O'qitimiz avlodni yeni tan bilan Usta bo'lsin maktabning besilgan guli Manba bo'ldi irfonga yurtimiz atush Irfon bilan yechilgan saodatimiz Qoltis, nima degan jangovar aytilgan naqsha bu? Bu kimning naqshasi buva? Bu naqshida rostmi to'g'ri yo'l ko'rsatilgan ekan. Bu o'tgan asrning boshlarida yurtimizda tug'ilgan, ma'rif ishlarimiz uchun o'zini bag'ishlagan Mamtili apandining misralari bolalarım. Ma'rifat marshi nomli bu naqsha 1934-yili yurtimiz Atush va Atushga yaqin yurtlarda yangrab, butkul elni zilzilga solgan. Mamtili apandi shu yillarda Oltin Atushning 24 kentida 24 maktab qurgan. Men dadamdan bu ishlarni anglagan. Demak, to'g'ri yo'lni bilib oldik. Buva, bexudlik yo'li-chu. Nadallık, kaşaklık, hurafetlik her Uğurluk, bekarçılık başka bularken Okumaslık, okutmaslık en çok bihudluk Bihud kişi hurlukta yaşaydı her dem Bilib oldik buva. Endi ikkinchi savolimizni anglang. Mening dadam yurt ichida bek cho'ng sodigar. Nachayada qo'ru joyi yerga o'tigar. Mening dadam bir hunar va qaltis bir kishi. Qayil qillar el avomni qilgan har ishi. Mening dadam ilm bilan yurtqa to'nilgan. Ajr mehnat tari elning tilida daston. Xo'sh bolalarım, sizlarga dadonglardan nima qoladi? Dadam topgan boylik bilan sulkat qolidu.
Evvadım gayet güdek mo şükret kalidu. Namemili cant adamның mаңы mu miras. Fəxirlik mən mağa şunda hürmet kalidu. Mal dünyadan nam əməldən hiç tamayım yok. Yaxşı xuluq həm ilimdən zinnət kalidu. Qiyni dəb beqinə buva, qaysımız qaldırılğan muras ən qimmetlik? Bilim baylık ulga daylaşmaydıgan, Uğri hem qarakçı alalmaydıgan, Katta miras bilim ezeldin, Elni harlıqda kaldırmaydıgan, Katta miras bilim ezeldin, Elni harlıqda kaldırmaydıgan. Bildik buva, demek baylık, namnetli ve vakitlik, lekin ilim məngülük. Demek boynun bolsun okuş gerek, namratның bolsun okuş gerek, şundaq mı buva? Barikallah balalarım. Toğra ettinla. Hıssıyla biz irfan billen nurluk yolumuz, Şicaetten bina bu bilmez mutluluğumuz. Kalbimiz elvedenge tersettuk aman, Şakılge tulgan yeni evlat bulumuz. Kalbimiz elvedenge tersettuk aman, Şakılge tulgan yeni evlat bulumuz. Şakılge tulgan yeni evlat bulumuz. Mərtəb yurti Atuş diyaridagi aziz qavm qeyrindaşlar. Bizning ikkinchi qism mashrifimiz Atushning tog'larida, bog'larda chiroyli o'yinlarda suratga ilindi. Biz kelar hafta yana Atushda jam bo'lamiz. Altun tininglar aman bo'lsin. Allah